To'rt toifadagi siz gaplashishingiz kerak bo'lmagan odamlar. Ya'ni bunaqa odamlar bilan siz umuman gaplashmaslikka harakat qilishingiz kerak. Xo'p, birinchi toifa odamlari bu sizni ustingizdan haligi kulib gapiradigan odamlar, siz bilan hazillashib gapiradigan odamlar, sizga tam laqab qo'yadigan odamlar. Haligi kallangga bir narsa baxke deb turib haligi kulib gaplashishga harakat qiladigan odamlar. Ular buni g'azil-ku, nima gapga chidamaysanmi deb tushuntirishga harakat qilishi mumkin. Lekin ular mana shu yo'l bilan sizni nima deydi, yerga urishga harakat qilishayotgan bo'ladi. Ikkinchi toifadagi odamlar bu sizga birovlar haqida yomon gap gapiradigan odamlar. Tam palonchi anavi, mana u bunaqa, anavi arendaga mashinada yuribdi hali ham, anavi bunaqa deb turib yomon gapiradigan odamlar. Bunaqa odamlar bilan umuman gaplashish kerak emas. Chunki ertaga bu odamlar siz haqingizda ham xuddi shunaqa gaplarni boshqa odamlarga gapiradi. Uchinchi toifadagi odamlar bu hayotdan noliydigan odamlar. Bular haligi doim ish yurishmagan, unday qilgan, bunday qilgan, bunaqa, bunaqa o'zini xatolarida boshqalarni nima deydi, aybdor sifatida ko'radigan. Bunaqa odamlar o'zi aslida birovlarni nima deydi, g'iybatini ham qilishadi. To'rtinchisi bu haligi sizni nima deydi, kamchiliklaringizni doim qidirishga harakat qiladigan va sizni o'sha tilingizdan ushlashga harakat qiladigan odamlar. Bunaqa odamlar doim suhbatda sizni kamchiligingizni qidirishga va aytgan noto'g'ri gaplaringizni to'g'rilashga, tilingizdan ushlashga harakat qiladi.